Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Uyg'urlarni tilga olib, Xitoyga ishonmaydiganligini bildirdi. 11 avgust kuni u Amerikaning konservativ televiziyasi bo'lgan Max xabarlarining ziyoratini qabul qilib, Xitoy tahdidi nomli alohida programmada yana bir qatim Xitoyga kuchlik ogohlantirish signali berdi. Bu nutqida Uyg'urlarni tilga olib o'tdi. Mike Pompeo programma riyosatchisining savollariga javob berib, mundaq dedi. So Sean, I think everybody needs to recognize that the Chinese Communist Party for decades now has taken advantage of Xitoy Kompartiyasi necha 10 yildan buyon Amerikadan foydalanib keldi. Buning boshlanish nuqtasi bor. Ya'ni bu 50 yillik mag'lubiyat bilan axirlashgan bir siyosatdir. Bizning xatoligimiz biz ularga parvo qilib ketmasak, yaxshi muomala qilsak, ular bilan savdo qilsak, ular bizning kutgan yerimizdan chiqadi deb o'ylab qolganimizda. Mana endi biz ishlarning bundoq bo'lmayotganligini to'liq tushunib yetdik. Ilgirki koni tushunchalar bugungi kunda hargiz qarg'i kelmadi. Mayli savdoda bo'lsin yoki diplomatiyada bo'lsin va yoki uchur tashviqoti ham soxta uchur tashviqotlariga muomala qilishda bo'lsin, prezident bizga odil va aniq javob oldigan vositalar bilan bunga keskin javob qaytarishimizga yo'l qo'ydi. Hamda Amerika burunqidek ko'rmaslik selib turilishning badalini Amerika xalqining manfaatini ziyonga uchirtish orqali to'latkizishdek bir davrga xotim berdi. Mike Pompeo Max xabarlari muxbirining Siz soğuk münasebetler urushi davrida Amerika Sovet ittifoqiga qo'llangan tadbirlarga o'xshash, hozir barliq Xitoy amaldorlari bilan Xitoy savdogarlari biroqla cheklamaga uchraydi deb qaramsiz degan savolga mundaq javob berdi. Bizning tizimligimizda biz allaqachon o'ylashib qo'ygan bir qator harakat planimiz bor. Biz bu harakatlarimiz orqali Xitoy Kompartiyasiga shuni eskartib qo'ymoqchimiz. Ular Amerikaliklarning manfaatini ziyonga uchratganda, aqliy mulk huquqimizni o'g'irlaganda, dunyoning har qaysi joylarida vatandoshlarimizga tahdid solganda, Xitoyning g'arbidagi Uyg'urlarga qarata keng ko'lamli kishilik huquq dafsandichiligini davomlashtirganda, shundaqla Amerikaga ovorishlik keltiradigan ishlarni davomli sodir qilganda, prezidentimiz obyektiv chora tadbirlar orqali ziyonni tuvallatishni, Xitoydan to'g'ri ish qilishni talab qildi. Biz ishonmaslikni oldin o'rin qo'yamiz. Xitoyning har bir va'dasini baholash orqali Xitoy Kompartiyasining har bir harakatida haqiqiy o'zgarish paydo qilishni maqsad qilamiz. Amerika xalqi buni talab qilishga tamoman haqli. Shundaqla davlat bexatarligimiz bizdan buni talab qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 23-iyul kuni sobiq prezident Nixonning Kaliforniyadagi kutubxonasi oldida Amerika-Xitoy munosabatining og'irlashganligi to'g'risida bir maydon tarixiy xarakterli nutq so'zlagan edi.